Alloh subhanahu va taolo islom dinini bag'rikenglik, mehr-oqibat dini qilib yaratgan. Islom dini insoniyatni ilm va ma'rifatli bo'lib, bir-birlari bilan oqibatli bo'lib yashashlikka targ'ib qiladi. Lekin afsuslar bo'lsinki, vaqt o'tishligi bilan ba'zi bir insonlar, ba'zi bir firqalar sababidan tashaddudlik kabi munosabatlar vujudga kelgan. Tashaddudlik nima degani? Tashaddudlik bu arab tilidan olingan bo'lib, qattiqqo'llik degan ma'noni anglatadi. Ya'ni tashaddud bu Allohning dini islomida qattiq qo'l bo'lishlik yoki kengroq ma'noda qilib aytadigan bo'lsak, islom hukmlariga qattiq qo'llik bilan rioya qilib, insonlarni xato kamchilik qiladigan bo'lsa, ularni gunohi ma'siyatda, ba'zi bir o'rinlarda esa kufrda ayblashlikkacha olib borgan holatga tashaddudlik deyiladi. Buni sababi nimada desa, buni kelib chiqishligiga asosiy sabab ilm va ma'rifatni kam ekanligi bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'onda aytadiki, bilimsizlar Alloh haqida bahslashadilar deyiladi. Ya'ni bu degani o'zlarini bilimlari, saviyalari yetmasdan turib, Allohning oyatlarini o'qib, mana shu borasida bilimi yetmagan holatda bahslashadi. Buni natijasida o'shanday adashuvlar yoki mana shunday tashaddudlik holatlari kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo biz ummatni o'zini kalomida shunday deya ta'riflaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas. Ya'ni biz sizlarni o'rta adolatli ummat qilib yaratdik, toki sizlar odamlar uchun guvoh bo'lasizlar deya Alloh taolo marhamat qilgan. Ya'ni biz ummat, payg'ambar alayhissalomning ummati o'rta ummat, ya'ni ilmli, ma'rifatli ummat ekanmiz. Ya'ni boshqa ummatlar uchun biz guvoh bo'lar ekanmiz. Buning uchun albatta inson ilm va ma'rifatli bo'lishligi kerak. Tashaddudlik nima olib keladi insoniyatga? Bu tashaddudlik insonlarning o'rtasidagi ziddiyat, insonlarning o'rtasidagi bir-biriga adovat, dushmanchilikni vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Natijada esa jamiyatga eng katta zarar, mo'min musulmonlarni bo'linishligiga, firqa bo'lishligiga, mo'min musulmonlar bir-biriga adovat qilishligigacha olib keladi. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda marhamat qilib aytadiki, musulmonning birodaridir. Unga zulm yoki aziyat bermaydi. U qiynalib qoladigan bo'lsa, unga ko'maklashadi deya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Bunday illatlardan saqlanishlik uchun avvalambor biz dinimiz islomni yaxshi o'qib o'rganib, ilm va ma'rifatli bo'lib, mo'min musulmonlar bir-birlari bilan haqiqiy aka-uka birodar bo'lib yashaydigan bo'lsak, inshaalloh bunday illatlardan xoli bo'lamiz.